Xuddi qaynukam aytganlaridek 17 olganimdan keyin endi bo'ldi, maqtanish uchun kamida 8 ta yoki 10 ta reys ishlab chiqsam kerak. Qaynukam aytganlaridek birinchisi o'tib ketdi, bu ikkinchisi. Mayli, roziman, negativ yozib qo'ydi. Nima balo qo'lingizga 17 ushamaganmisiz? O'shanda zori boshqa reyslarimda olib chiqmasam. Bugun ertalabdan hech narsadan xabarim yo'q. Zavtraklarni tayyorlab, oshxonalarni yig'ishtirib, uborkalarni qilib oldim. Keyin bo'lsa bolajonlarimni somsa egiliga kelib qoldi. Bir hafta 10 kundan beri somsa qilib bermayapti edim. O'shaning uchun sirazi somsa xamirlarini tayyorlashni boshladim. Har doim somsa xamirini xolodilnikka kamida 4-5 ta tayyorlab qo'yaman. Zakazga sotganligim uchun ham, lekin do'konda olib qo'yganligi uchun o'zimizda qolmay qolibdi. Svejiy qilib tayyorlab oldim. Xamirimni osongina yoyilish uchun tindirishga qo'yib qo'yib, o'zim bo'lsa nachinkalarini tayyor qilib to'g'rab olgandan keyin margarinlarimni eritib, somsa xamirini ham o'rab oldim. 5 minutgina morozinkaga qo'ydim-ku, sirazi tugishni boshladim. Chiroyli qilib somsa xamirlarimni tugib tursam, xo'jayinim shunda orqamdan keldi, "Masangi" deb qo'limga 17 ta titqisalab bo'ladimi? Kerakman, u yoqqa qarang, bu yoqqa qarang, rostdan menga aldamayapsizmi? Mangami dedim. Senga boshqa kimga beryapman? Seningga beryapmanmi dedilar. Yo'q, menga bersangiz kerak. Birinchi dedimki, qaytarib beringmi? Aldab aytmayapsizmi? Rostdan beringman, lekin ochib o'rganimdan keyin 80 marta so'rab telefonlarimni olib qoldim. Xo'jayinim shunda ishdan chiqib ketdilar. To'g'risi 1 soat ochmadim o'zi ham. 1 soat yeman aldayotgan bo'lsalar-chi, rostdan mengamki, o'zlarigamiki deb. Oxiri keyin telefonlarimni yana bir marta telefon qilib, rostdan mengami adasi deb so'rab olganimdan keyin telefonlarimni chiroyli qilib raspakovka chek qilib ochib, ishtaha kelib ish qilishga berilib ketdim. Bu nima deydi? 17 ni kuchi deydimi? Hayotda xo'jayinim to'tilarga zo'rg'a yalinib yoki jahl qilib qaratardilar. O'zim mehr bilan suvi bormi, doni bormi hammasini berib, butun hovlini, огородlarini, baylarini tozalab supurib chiqibman deb. Nastroyeniyam menda shu daraja changlagan ahamiyat bermayman. Hozir videoda aytishim mumkin, ozgina suv sev formadinglarmi deb, lekin menga 17 ni masligi umuman changlarimni ham aks etmadi ham, mazza qilib supurib oldim. Hamma joylarni tozalab supurib olgandan keyin даже tovuqlarga ham doli berib qo'ydim de. Voy 17 ga namincha demanglar, prosta 1 oy oldin 16 ni 1 terabaytligini olib kelib berganlari uchun 17 ni umuman kutmagan edim. To'satdan bo'lib qolganiga xursand bo'lib ketdim. Sizlarga ham nasib qilsin.